Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, o'rtoqlar. Bugun ko'rib turganlaringizdek lasinalarimiz bor. Xitoy ishlab chiqarish hammasidan birinchi qo'l. Hozir poni obzorlarini qilamiz. Sizlardan like bosinglar. Telegram kanali o'tyapti, obuna bo'lib qo'yinglar, chunki aksiyadagi narsalarni Telegram kanaliga tashlab o'tib ketyapmiz. Shuning uchun albatta Telegram kanaliga o'tinglar. Bu tomondan nomer chiqarib qo'yamiz. Nomerga aloqaga chiqsalaring, sirazi aloqaga chiqilaveradi. Shunaqa gaplar bo'lmasam bir boshdan tanishtirishda boshlayveramiz. O'rtoqlar, kiyimlar bor. Xitoy polnachos ko'ryapsizlar. Asoslari ham hamma so'raydigan ichi shunaqa rang bo'lsin deydi, oq bo'lmasin deydi mana. Ichlari. Polnachos betdan ponni oxirigacha. Narxlariga keladigan bo'lsak, mana shu tomon ponni 50 ming so'mdan, mana bu tomonga keladigan bo'lsa, bular ham ponni. Hop, toshlariga e'tibor beringlar, bularda toshlari sifati samiglarning 100% Xitoy mahsulot. Boshqa joylarda 55 mingdan ko'rdim, 60 mingdan ko'rdim, lekin bizda mana shular ham 55 ming so'mdan. Hop, mana shu tomon ko'raverasizlar, bular sportivnisi, toshlisi, mana diyorlar yaxshi ketyapti bular ham. Mana ular ham bor. Bularning ham narxi 38 ming so'mdan qo'yaramiz. Mana shular narxini 38 ming so'mdan. Kimga qancha kerak bo'lsa, ponni bor, ob'yom 28 mingligi. Ponni aloqaga chiqilaveradi. Pastki nomerga aloqaga chiqsalaring, ponni dastavkalarimiz ham bor. Mana tomonda o'shalarda pastkaga solingan holatda. Xo'p. Mana ular ham bor, tigerlilari. Mana ular ham bor. Ular ham hozir yaxshi ketyapti. Mana narxini 25 ming qilib beramiz mana shular. Ponni nimada? Mana ular ham bor. Yangilik kelgan bular ham. Mana assortimentlar ko'p. Lasinalarda mana narsalar ham bor. Bu yerlarda ham juda ko'pchilikni maqsad Telegram kanalimizga kirsalar, shular narxini ponni rasmi bilan, model rasmi bilan tashlab qo'yganmiz. Mana ulardan bor. Bulardan ham mana ko'ryapsizlar, hammasidan ob'yom beka sig'magan skellatimizda bor. Asosan eksport bilan shug'ullanganligimiz uchun. Mana tomonlarda ham mana assortimentlar juda ham ko'p. Mana ular yangi keldi. Polnachos. Ponni sochlari ham yaxshi nima qilingan. Mana ular ham bor. Bular ham ponni 25 ming so'mdan shuna atrofida edi, doston aka. 25 mingdan 35 ming so'mgacha. Mana shular ham ponni shunaqa narxda 25 mingdan 35 minggacha. Shimlar bor. Shimlar 65 mingdan 75 gacha. Shimlar shunaqa 65 mingdan 75 minggacha. Shimlar ponni assortiment. Keyin mana qanday detskiy ishtonchalar bor. Bular narxini men hozir aniqini bilmayman, lekin Telegramga kirsalar ham tashlab qo'yilgan narxi bilan adminga aloqaga chiqaverasizlar. Ponni hammalarning arzon tovarlar ponni ko'rsatib borilyapti. Mana kalgatkichalar ham ponni bor hammasidan. Aloqaga chiqilaveradi. Mana bunaqa narsalar ham bor. O'rtoqlar, pastki nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Assortiment ko'p. Olib, foydalanib, sezonni yaxshi oladigan narsalardan biri bu lasina. O'zingizlar bilasizlar buni. Maza qilib foydalanib savdo qilaverasizlar. Yangi biznes boshlamoqchi bo'lganlar aloqaga chiqaveringlar pastki nomerlarga.